Bu ishni hech qachon qilmang, profilingiz bloklanib ketishi mumkin. Video davomida batafsil ko'rishingiz mumkin. Like bosib, podpiskani bosib, izohlarda o'z fikringizni qoldiring. Assalomu alaykum. Qadrli obunachilar. Kanal nomini nima deydi? Kes so'rasizlarmi? Shu Kamoljon Ne'mat. Kamoljon Ne'matov. Kamoljon Ne'matov kanalini kuzatuvchilari, ashaddiy muxlislari bizni ko'pchilik tanishadi. Biz avtoblogerlik sohasi bilan shug'ullanamiz. Yaqinda Instagram profil ochdik. Instagram profilda o'z faoliyatimizni boshlagan paytimizda juda ham yaxshi davom etdi. 20 kun, 25 kun ichida 15 ming, 16 mingta obunachi yig'dik. Va endi ish faoliyatimizni boshladik. Negativ yozadigan odamlar ko'payishni boshladi. Endi men YouTube'da negativ bildirilsa atijat qilaman, javob beraman. Misol salomga qarab aligi olardim. Instagram shunaqa deb o'ylagan edim. Afsuski Instagram unaqa emas ekan. Sababi Instagramda Levi profil degan narsa bor. U o'zini nomi ham qo'yilmaydi, o'zini ismi ham yozilmaydi, o'zini rasmi ham qo'yilmaydigan profil. Profilni ochib olishadi, o'zingizni sohangizga dushmanlaringiz o'sha begonalar bo'lmaydi. Ochib olishadi, sizga negativ fikr yozishadi, spetsionalniy provokatsiya qilishadi sizni. Shtobi so'kinib yozsa, siz ham so'kinib javob bersangiz, o'sha uchun sizga jalba tashlaydi. Jalba tashlab, Instagram profilingizni butun umrga bloklab yuborishlari mumkin. Shu uchun negativlarga hech qachon e'tibor bermang. Ular o'zingizga zarar bo'lishi aniq narsa ekan. Men buni o'z holatimni bildim. Mana bitta sizlarga oddiy misol, oddiy nimasi, isboti. 15200 turibdi bitta. 15 mingta biz podpiska yig'dik Instagramda deb hali pazarlana qildim. 16 mingta bo'lgan paytda mening profilim bloklanib ketdi. Shuning uchun ukamni chaqirdim spetsionalniy. Uka, siz kanalingizga qo'yaylik, obunachilaringizga ogohlantiraylik. Siz obunachilaringizdan ko'pi o'sha bloger sohasiga qiziqadigan, o'sha blog yuritadigan insonlar ekan deb o'zim chaqirib, o'zim iltimos qilib qo'yyapmiz hozir. Imkon bo'lsa shunaqa ishlarga, shu negativlarga e'tibor bermanglar. Faqat oldinga qarab gazni bosinglar. Xuddi shunaqa bu negativ profillardan, Levi profillardan faqat negativ insonlar har narsaga negativ yozadi. Ehsonga ham negativ yozadi. Oddiy arzon mashina qo'yilsa ham negativ yozadi. Chunki negativ kommentariyalar ko'p insonni fikrlashini o'zgartirib yuboradi. Misol, mana bunday narsalar bo'libdi. Boshiga yozilgan to'rtta negativ o'sha kirib olmoqchi bo'lgan yoki o'sha kirib qiziqqan odamni fikrini almashtirib yuboradi. Xuddi shunaqa aka. U misol bu sohada men bir yangi emasman, o'sha eskidan shug'ullanaman. YouTube'da bilasizlar, Avtotrend nomeradin kanal yurgiziraman. Instagramga ham ochgandim. Zo'r yurib turgan paytda mana shu xatoyim sababli negativchilar yutdi shu safar, shu sababli bloklanib ketdik. Xuddi shunaqa o'rtoqlar, buni ibrat bo'lishi uchun, hammaga manfaatli bo'lishi uchun shu videoni olishga qaror qildik. O'shana paytda sizlar qizishmasdan yo o'sha kommentariyani o'chirib yuboringlar yoki o'shanga munosib javob qaytarib qo'yinglar. Bloklab tashlash kerak, sразу. Yo bloklab tashlash kerak. Qayta sizni ko'rmasin shu profil. Siz ham ko'rmang uni. Ko'ring, ismi yozilmagan bir qanaqadir harflar qo'yib qo'yishadi bo'ldi. Lutfi bloklang. Bu do'stona maslahat sifatida sizlarga yetkazib qo'yapmiz. O'zi ko'pchilik nima deydi, pul topish o'zi muammo bo'lib turgan paytda yig'ib, terib, yemay, ichmay pul yig'adi aka. Endi mashina olaman deb turib, shunday kommentariyaga kirsa, bu dumalagan, shuning uchun arzon, shunga o'xshash turli xil negativ fikrlar bildirgandan keyin o'sha odamning hafsalasi pir bo'ladi. Конечно. Og'isi kelib turgan odamni ham anaqasini qaytaraveradi, shashtini qaytaraveradi. Zo'r mashinalar qo'yishyapti aka. Nerealniy arzon narxlar. Chunki men mashina olishni juda qiyin deb o'ylardim. Hozir kelib juda kapeka narsa bo'lib qoldi. Akam kanalga qo'yishyapti, haqiqatan juda arzon, juda arzon. Endi o'shana arzon kanallarga shu negativ profil ochib olgan insonlar hali gryazli qilib, ichiqorali qilib yozyapti. Bu dumalab ketgan, bu kesib ulangan deb shunaqa turli xil negativlar yozadi. Shuna asosida ko'pchilik fikri o'zgarib, ayrimlar mashina olishdan qaytib qolishi mumkin. Конечно, albatta. Shuning uchun negativlarga e'tibor bermanglar. Negativlarni biz misol yozishga asosan yo'qda bizga. Nima yozadi? Biz arzon bo'lsa faqat xalqqa yetkazib berish xolos. Maqsadimiz shu. Xuddi shunaqa aka. Bir 18+ video qo'ymasak yoki bir odamlarni jahli chiqadigan ishlar qilmasak. Mayli, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. O'zlaringiz fikrlaringizni izohlarda qoldiringlar. Kanalga obuna bo'lib, yaqinlarga tarqatib qo'yinglar. Salomat bo'linglar.